o'z bo'ladi. Minecraftga ko'ra zo'r o'yindan boshladik. Ya'ni men bir kun, ya'ni men aslahalar bilan kuchaman. Chet orqali. Ya'ni men bir kundan keyin, ya'ni ikkinchi kun o'tib, menja masalan birinchi kun junli keyin bo'ladi. Ikkinchi kun temirli bo'ladi. Uchinchi kun shunday ketaveradi. Nechanchi kunlargacha bizlar borib Ender Dragon olishga harakat qilaman. Va men survival yoqdim. Do'stlar, meni quvvatlaylarmi, shuning uchun sizlar uchun harakat qilyapman. Ya'ni bu endi bu kattalarning hisobiga men endi bolalar uchun deganimda, endi mendan umuman kichkina bo'lgan bachchalar ko'p obuna bo'lishar ekan. Juda ham ana ditskiy planetga o'xshagan. Ditskiy planetning o'zi ekan. Nimaga men ham kelmadi? Chunki men bilmaydim. Chunki men ham endi kelman. Biz ham kompyuterimiz qancha videoda men aytibman. Endi pas shu yozib nechinchi olamiz bo'lib aytmayman boshqa kompyuter olishimda. Va men normalniy joy tushdim deganimda bir ayvon joy tushdim. Hammali birinchi kunimizda yaxshi o'tadigan o'ntamiz. Ba'zi bizlar chetda o'qamiz. O'tamiz. Bek do'z qo'yamiz. Tochka kiramiz. Spil kontrol, eshik kamera bo'lib, endi buni kameraga kiramiz. O'zimizga qurol beramiz. Chetda qo'yamiz. Qolmaymiz. Hamma o'yinni boshladim. Bu birinchi kun bo'ladi. Iloji boricha topishim kerak. Men junli asla qilishni bilmayman. Jamal junli qilmasak bo'lar. Xohlasak junli qilishimiz mumkin. Xohlasak junli qilmasligimiz mumkin. Do'stlar, to'xtanglar, videoga to'xtanglar. Bizlar iloji boricha qishloq topishimiz kerak. Qishloq nima topamiz degan aytaman. Qayerlar adashibman. Yaxshi piramida Misr hromini topdik. Нормальный. Как что mana skinni umuman o'z chatoq skinni menna kompyuter olsa mana skinni umuman blokka tashlayman. Yo'q qilmayman, tashlayman. Yana yo'q qishloqda g'or chiqadi. Piramid topgan g'or chiqadi. Chang'izdan olib topsan temir kirka yo bironta yaxshi normal narsa beradi deb umiddaman. Men to'xtamayman. Men yuguraman. Oltin topdik. O'zga kerakdan birdan qilishimiz kerak. Nima? Ovqat uchun yaxshi. Qanchadan qancha toshga bajaryapman, lekin ilhom artchilikdan masalan bildiraman degan edim. Var şu zaten narsalar yesa oldim. O'zimning bloklarni keltira oldim. Yana
bo'lganligi uchun eng ko'pi bu chiqqan ekan. Trollmayman deydi. Hozir men unday nima yani men mashinadan o'qildi xudo biladi endi. Eshanalar men daraxt topsam mana suv chiqmaydi olimdan. Nimaga deydilaring? Chunki men Iron ingot deyman va shunaqasiga bronyalar yasab olaman o'zimga. Yani bizlar bronyalardan almashtirishimiz bor, to'g'ri boshqa olishimiz ham mumkin. Men aslahalar yaxshi ko'raman-ku, normal endi. Nima desam ekan? Lekin bizga ovqat kerak. Shu bilan cho'konimga ana olmay faqat temir aslaha olmay. Uni o'rniga ovqat olsak-chi, qadam yaxshimasmi? Ancha o'rnimiz bo'lsa zombi go'shti, lekin meni qorin to'yg'izdirmaydi. Shuni bilaman. Voyon deyman, mashina tushiraman. Xo'sh. Kimga beray? Qishloq topilmayapti, nima aytaymi? Qorda o'lmin topilmas dedim. Suval topilmayapti, har qorda ko'rinib topaman qishloq. O'zingga hattoch. Yo, yer topdik, haqiqiy. Lekin birinchi kun chiqim bo'lyapti. Men qiyin bo'lyapti desam, bizlarning yaxshi. Birinchi kunimizda yaxshilaman deyapti. Do'stlar, men har qismni birinchi qism qilaman. Iloji boricha qisqa video qilaman. Uzun bo'lib ketdi, nima desangiz. Menga telefon nomeri raqam kelyapti o'zim video olishingizga. Nima qilishni bilmayapman. Lekin sariq yomon yoqmaydi. Sariq normal. Bunaqa sariqlar normalda. Have a punch. Have a punch. Men ichida voqalayapman. La'natlangan. Bizlar masalan tong qilish uchun qo'ymayapman. Chidini o'qiyotgan endi o'ylab lekin tong qilish kunda emas, pulda bo'ladi menimcha. Temirga uncha bilmayman. Temir nima pulga bo'ladi? Demak, temirchilar beradi pulda. Ancha yaxshi narxli pul to'laydi. What the heck? Hozir sizni uylamayman shunday mashina. Uch deb turamiz. Normalni chiqish uchun.
men bilan Minecraftni sarf qilish farq video olganda. Har qanday odam ham men nega shunda o'ylayman. Eng ko'pi har qanday men nezidlarni o'ylayman bloklarchi. Loydan lekin men shunaqa yomonam ehtiyotli bo'lganman. Ammo men bir doim elitaga o'tish orqali kunim barbod bo'lgan. Quyosh bo'tyapti, bizlar kutamiz quyosh botishini. Demak, qo'rda uzr kechirasizlar, kim bo'ldi bilmadim. Videoni shu joyda to'xtataman. Eron va chet ishlaydi. Shu joyda men chet ishlay olmasam bo'lmaydi. Kuchukcha do'stlar, sal jini telefon bor edi. Iran va 64 vakil.